alaykum. Endi keyingi darslarga o'tamiz. Ya'ni tepa qismidan boshlaymiz. Ya'ni tepa panellardan ishlatishimiz kerak bo'lgan instrumentlar har bittasini bitta darslarga qilib tushuntiraman va chunki bitta instrument ichida misol uchun devol chizadigan bo'lsam, uni kerakli bo'lgan narsa kerak bo'lishimiz mumkin, ishlatishimiz mumkin bo'lgan instrumentlari bor. Uni tipini o'zgartirish, turini o'zgartirish, ichiga kirdirib materialni o'zgartirish, svойствоsidagi ma'lumotlarni ko'rib chiqish, shularni ko'rib chiqamiz. Xo'p, misol uchun birinchi qatorda izminit. Просто ya'ni kompyuter qotib qolganda yoki escape bosamiz, AutoCADda shu narsa ishlatiladi misol uchun. Xo'p, izminit qilganda bossak bo'ladi. Arxitekturniy viddan vkladkadan boshlaymiz. Stenani boshlaymiz. Stenani tagida misol uchun птичкасы bor. Птичкасы tushsak, stena turlari, ya'ni nisushi stena bor, shunga narsalar bor. Bizga arxitekturniy, ya'ni birinchisini bossak, shunda arxitekturniy o'tadi. Xo'p, boshimiz bilan kursorni ko'rdingiz, o'zgardi. Misol uchun sichqonchani pritselga o'xshab qoldi bu narsa. Ya'ni oddiy holatga escape deb bossam, misol uchun chiqib ketadi, mana pritsel sichqonchani ko'rib tursa, boshqacha oddiy holatga, обычный holatga keldi, standartning. Yana bossam, yana shu holatga keladi. Xo'p, buni devolda горячий klavishasi, ya'ni klaviaturadan chaqirish uchun WA deb bossak chiqadi. Ya'ni mana bu devolga o'zini olib borsak, mana stena и qavs ichida ko'rib turibmiz, WA yozilgan. Bosganimizda svойствосida chiqib keladi, ya'ni ma'lumotlar. Birinchi buni birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu tepaga o'tsinmi yoki pastga o'tsinmi deb so'rayapti. Globina qilsak, biz bergan nuqtadan, ya'ni biz bergan sathdan pastga o'stirib beradi. Ya'ni birinchi qavatda turgan bo'lsa-da, podolga pastga, ya'ni turgan qavatdan pastga qarab o'stirib beradi. Bu satha qilsak, biz turgan joydan tepaga qarab o'stirib beradi. Va tepa qismi qaysi tarafga ulansin? O'sha ulanish kerak bo'lgan narsasi joyi. Misol uchun birinchi etaj patologga ulangan hozirgisi. Uni qatdan ko'rsak bo'ladi. Uni razrez yoki vid razrez yoki fasad chizib ko'rsak bo'ladi. Misol uchun mana bitta chizib ko'rsating. Mana yashiringan bo'ladi. Yashiringanni ko'rsatishim kerak bo'ladi. Перейти к vid qilib ko'raman. Misol uchun ko'ryapmiz. Hozir buni keyin yana tushuntiraman. Qanaqa yoki misol uchun shablonni to'g'rilab qo'yamiz. 50 emas, 25. Mana misol uchun уровень земля -1 patolog, ya'ni birinchi qavat va birinchi pol. Birinchi etaj pol va ikkinchi etaj patolog. Birinchi etaj patolog. Hozir ulangan narsa devor chizayotgan paytda birinchi etaj patologda turibdi. Ya'ni tepa qismi shu yerga ulangan va o'zini balandligi hozirgi paytda 3320 millimetrda hisoblanyapti. Привязкасы buni chizganda tushuntiraman. Misol uchun mana hozir осевая liniya stena qilaman. Qayerdan chizyapti? E'tibor beringlar, o'rta qismidan chizyapti. O'sha sichqoncha o'rta qismidan olyapti. Ya'ni chizayotgan paytda. Endi ikkinchisiga o'tib tekshirsam, mana bundoq qilsam, o'rtasidan chizildi. Keyingisi осевая liniya sertechka. Buni ham hozir sezilmaydi, ikkalasi birga o'xshaydi, lekin sloy ko'p bo'lganda o'shanda seziladi bu narsa. Xo'p, keyingisi наружный, чистовая поверхность наружный deymiz. U bir chetidan oladi, mana sezilayotgan bo'lsa, o'rtasidan olmadi bu safar. Chekka qismidan oldi, ya'ni наружный qismidan. Lekin buni agarda bizga kerakli nuqtasi agar yoqmasa, misol uchun mana bu joydan bu yoq ichkariga emas, bu yoq tarafga, ya'ni o'ng tarafga o'tish kerak bo'lsa, просто klaviaturadan probel deb bossak o'tadi. Mana bir marta bossak o'tadi. Bosib ko'rsak bo'ladi bemalol. Chizayotgan paytda mana наружный qismidan chizdi. Keyingisi yana devor talab чистовой внутренний qilsam, endi ichkaridan chizadi. Ko'rgan bo'lsangiz. Buni farqi yo'q, yana shunaqa qilib probel orqali bosib to'g'rilashimiz mumkin. Keyingisi поверхность сердечный наружный. Bu ham hozir sezilmaydi, lekin sloy ko'p bo'lganda seziladi. Mana bu devorda turini o'zi ko'ramiz, shunda seziladi. Misol uchun gipsokartonni qo'ysam, ya'ni mana bu joydan svойствоdan tipini o'zgartirish mumkin. Bizda yasalgan tiplar bor.
har xil tipdagi devorlar turi bor. Misol uchun dekorativniy shtukaturka, обойлар, покраска hammasi ular devor emas. Покраска dekorativniy shtukaturka sifatida, ya'ni ishlatiladi. Va bizga ishlatilgan misol uchun gipsokartonlar bor. Misol uchun mana narozniy qilaman. Detalizatsiyani высокий qilsam ko'rinadi. Mana ikkita sloy bo'lib turibdi, sezgan bo'lsanglar. Bunaqa bu bitta sloy, bu bitta ikkita sloy. Shunchaki shuni bundoq qilib, bundoq qilsam, uzra. Buni turini qilsam, mana bu joydan ushlayapti, sezilgan bo'lsa. Ya'ni ko'k chiziq ko'ryapsizlarmi? Shtrixli bo'lib ketgan, o'sha chiziqdan ushlayapti, ya'ni sizayotgan jarayonda. Chistovoy внутренний qilsam, toza ichkarisidan oladi. Xuddi shu narsa ishlatiladi. Ya'ni sloy bo'lganda shu narsa ishlatiladi. Keyingisi yana devor chizamiz deymiz va oddiy devorga o'tamiz. Tepa qismiga o'tsam, tsep deydi. Xo'p, tsep bu xuddi AutoCAD ishlaydiganlar uchun bu tanish. Ya'ni line bor, polyline bor. Polyline bir-biriga ulangan holatda silib ketadi, bloklangan holatda. Alignda ular bir-biriga ulanadi, lekin bloklanmagan holatda bo'ladi bu narsa. Misol uchun tsepni yongan holatda chizamiz, burchak holatda devor chizamiz va bunday qilib chizamiz. Va bunday qilsam ulanib ketadi bu joyi. Mana ko'rib turibsizlar. Yana tsep o'chirilgan holatda chizib ko'raman. Tsepni o'chiraman va chizaman. Xuddi shu shaklda. Mana o'zi men sichqonchani qo'yib olmadim, lekin mana tushunishingiz uchun. Tsepni yopgan holatimda bitta bosdim, sichqonchani yana bitta bosdim. Avtomatik tarzda chizyapti hozir, chizib ketyapti. Chizib ketyapti. Ularni chizib ketyapti, to'g'rimi? Endi keyingi holatda tsepni o'chirib qiladigan bo'lsam, bitta bosdim, ikkita bosdim, tugadi. Bunda ulanib ketyapti. Unda esa ulanmagan. Ya'ni bloklanmagan. Yana bir marta shu joydan bossam, shu joydan qilsam ulanib ketaveradi. Chunki status соединений разрешение turibdi. Ulanib ketaveradi bu narsa. Lekin tsep yoqilmagan, magnit sifatida yonmagan. Yoqib qo'yamiz. Смещение. Buni men o'tib tashab chizish, ya'ni devorda o'tib tashab chizish deyiladi. Misol uchun mana hozir mana bu devordan chizadigan bo'lsa, yopishgan holatda chizadi devorni. Endi 30 tub tashab, misol uchun 20 sm 30 tub tashab keyin chizgan desam, shu holatda bundoq qilsam 30 tub tashab chizadi. Buni o'lchab olishimiz mumkin. Bundoq qilib o'lchaymiz. O'lchashni ham keyinchalik ko'rsataman. Hozir bilishingiz uchun ko'rsatyapman bu narsani 20 sm tashlaganligini. Xo'p, endi smeshindan tashqari radius degan narsa ham bor. Radiusda misol uchun uni ham 200 qilaman, tasdiqlayman enter orqali va burchak chizib olsam, shu holatda radiusni tashlab beradi shu holatda. Ya'ni 200 bo'lsa 200 tashlab beradi. Agarda misol uchun chizgan holatingiz kichkina bo'lib, bu 1000 bo'lib ketsa, unda chizmaydi. Ashibga chiqarib oladi bu. Misol uchun 2000 qilaman. Undoq qiladigan bo'lsam, ashibga chiqarib oladi bunaqa qilib. Endi chizib bo'lmaydi degan maqsadda. Chizyapti-man, lekin chizmaydi degan maqsadda ogohlantirish berdi. Xo'p, buni o'chirib tashlaymiz. Xo'p, endi keyingisi radiusni qanchalik katta qilsanglar, devorning uzunligini ham katta qilinglar demoqchiman bu masalada. Status соединение разрешение turibdi. Разрешить turibdi. Bu nima? Hozirgidek burchak chizib olsam, misol uchun mana bunaqa burchak chizsam, burchakga ulanib ketyapti. Endi status запретить qo'ysam, mana shunaqa qilib, bundoq chizsam, ulanmaydi. Chunki запретить turibdi. Разрешitda ulanib ketadi. Komanda aktiv bo'lib turibdi, ya'ni sichqonchani ko'rib turgan bo'lsanglar, escape deb bossam yoki mana bu изменить deb bossam, chiqib ketadi. Bu narsa mana bu okno chiqishi bu odatiy hol, ya'ni avtosохранениеga o'xshaydi, saqlaymi degan maqsadda eslatma beradi bu narsa. Ya'ni buni bosganim uchun chiqmadi bu narsa. Yarim soatda, 15 minutda chiqib turadi bu narsa. Buni qayerdan ko'rsak bo'ladi? Misol uchun faylga o'tib, fayl qilib hozir bir daqiqa shturval
Привал напомни об операция сохранит 30 minut deb qo'ygan. Misol uchun 1 soat qilib qo'yishimiz mumkin. Bez напомнение deb qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Bu saqlab boraveradi o'z-o'zidan. Shunaqa narsa. Sana voyaga chiqqan knopni aytyapman. Keyingisi bularni tushundik. Endi misol uchun razрешить qilib qo'yaman buni. Keyingisi svойстводagi oynadagi ma'lumotlari. Misol uchun bu yerda berilgan devolda bizga qaysi birdir yo'q. Bizga kerakli devol yo'q. Misol uchun 125 yo'q bu yerda. Yoki 140 devol yo'q. Misol uchun bu yerda boridan tashqari. Sizlarda bo'lmasligi mumkin. Misol uchun bunaqa uzun, ko'p bo'lmasligi mumkin. Nomi yoki boshqacha bo'lishi mumkin. Misol uchun shu devolni tanlayman, izmenить tip qilib копировать qilsam bo'ladi. Копировать qilamiz. Ya'ni копировать переименовать degan bor. Ya'ni kopirovka qilish, shu devoldan nusxa olib turib, keyin ishlash deyiladi. Переименовать qilish, shu devolda nomini o'zgartirish deyiladi bu narsada. Bizga esa yangi devol kerak. Bu devolga tegishimiz kerak emas. Kopirovать qilaman. Misol uchun nomini o'zgartiramiz. Avtomatikda o'zi 2 qo'yib ketadi, ya'ni nomini o'zgartirishga. Misol uchun 140 deymanda, OK qilaman va strukturasida izmenить bosaman. Ya'ni qalinligini o'zgartirmadim hozir. 100 lik uchun turibdi, mana толщина 100 turibdi. Hali o'zgartirmadim. Buni толщинаga kirib turib, ya'ni strukturaga kirib turib, толщинасini 140 bersam va OK deb bossam, 140 bo'ladi bu ham. Va qalinligimni OK deb bossam, buni OK deb bosinglar. Atmena bosib chiqib ketsa-da, bu saqlamay qoladi. Mana nomi o'zgardi. Shu holatda tuziladi. Boyaga 100 lik devolimiz ham turibdi va buni ham turibdi. Agarda переименовать qilganimda bu devor hozir o'zgargan bo'lardi. Xo'p, endi ichiga kirib tekshiramiz. Ichidan tashqari ko'rishimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Liniya привязка. Внутренний boyagi narsa, tepada chiqqan, setgan paytimizda chiqqan narsa bor-ku. Mana bu narsa. Shuni ko'rsatyapti. Зависимость снизу, ya'ni pastki qismi razrezga o'tib tekshiramiz buni. Mana misol uchun bu yerda devorlarimiz qaysi anaqada turganligini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda turgan ekan, shuning uchun ko'rinmayotgan ekan. Hozir mana devorlarimiz chizildi. Pastki qismi, ya'ni mana bu devor tanlaganimizda pastki qismi -1 birinchi etaj polga ulangan va -20 pastga tushib turibdi. Ya'ni 2 sm pastga tushib turibdi. Mana birinchi etaj pol va mana -20 tushib turibdi. Men razmer olib tekshirib ko'raman. Mana -20 tushib turibdi. Xuddi shu holat mana shu yerda setgan holatimizda tushib turganligini ko'rsatish. Hop, ya'ni qancha tushishini belgilashimiz mumkin. 0 qilib qo'ysak, shu pol bilan bir xil bo'lib turadi. Shu narsa. Tepasi зависимость сверху, ya'ni tepa qismi qatga ulanganligi. Misol uchun mana birinchi etaj patolog. Va bu planga o'tib tekshirsak, birinchi etaj patolog ulangan bo'ladi va смещение сверху. Misol uchun mana 200 qiladigan bo'lsam, 200 o'stirib beradi. Misol uchun mana bitta devorni o'stiradi. 200 turibdi. Misol uchun 0 qilsam, joyiga qaytaradi. Agar buni -500 qilsam, pastga tushirib beradi. Endi devor ko'pligi uchun sezilmayapti. 0 qilib qo'yamiz misol uchun. Shu narsa. Xo'p, misol uchun endi bu yerdan gransiya mabishinani keyinchalik tushunamiz. Hali proyekt o'tgan paytimizda stadiyani ham keyinchalik tushunib olamiz. Ya'ni bularni hozir tushunish uchun boshqa narsalarni tushuntirishga to'g'ri keladi shuning uchun. Hop, izmetga kiramiz. Izment tipga kirib, o'zimiz tushunishimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Buni tushundinglar. Kopirovka, переименовать deyilish. Strukturasini ham tushundinglar. Struktura ichiga kirib turib, materialni o'zgartirish mumkin. Funksiyasi ham qolmasin, strukturada turadi. Ya'ni misol uchun mana bu joyga olib kelsak, materialdan mana bu joyda olib kelsak, mana knopka chiqadi, kulrang. Bitta bossak, material editorga kirib ketadi shu holatdan. Material editorga kirib, dispatcher play materialga kiradi va bu yerdan material yasashimiz mumkin. Misol uchun mana buni bosib turib, sozdать новый material qilishimiz mumkin. Yoki o'zimizga kerakli bo'lgan material ustiga borib, sichqonchaning o'ng tarafini bossak, kopировать material bo'lishi mumkin yoki переименовать yoki o'chirishimiz mumkin. Va grafikasini o'zgartirish. Buni ham hali to'liq ko'rib chiqamiz.
Misol uchun, передний planda, fonda, shtrix-hosting sechenida, передний planda, uni fonida, bu nimaga kerak o'zi? Info identifikator degan narsasi bor, ya'ni kommentariyasi, klassi, opisaniyasi, shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Bu esa realistik rejimda o'tganda ko'rinadi bu narsa. Uncha ishlatmaymiz biz, lekin buni ham ishlatsa bo'ladi. Xuddi shu narsa. Materialni beramiz va OK deb bosib chiqib ketamiz. Xo'p, OK bosiladi bu yerda. Ya'ni bularni ko'p ishlatmayman men, mana bu narsalarni. Lekin ishlatsa bo'ladigan narsalar ko'p. Buni aytgancha keyin sloyni ko'paytirmoqchi bo'lsak, ya'ni bitta sloy emas, ikkita sloy, ya'ni bermoqchi bo'lsak, mana bu joyda вставить degan bor. Вставить bo'lsak, sloy qo'shiladi. Unga ham material berishimiz va qaraligini berishimiz mumkin. Uni ko'rish uchun mana buni bossak, undan oldin qanligini berib ketay. 20 dedimda, 2 sm va prosmotr qilsam mana bu devor. Bu esa 20, mana bu narsa. Misol uchun buni o'zgartirish mumkin, 50 qilish mumkin, qanlashadi. Shu narsa. Ya'ni strukturasida slow qo'shib ketirish mumkin. Buni xohlagancha qo'shish mumkin. Xo'p, admin bosamiz. Admin bosmaysizlar agar sizlarga kerakli bo'lgandan keyin, agar strukturasida o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, tasdiqlaysizlar bo'ldi. Xo'p. Endi biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa bor, funksiyasi degan narsa bor. Наружный slойda, misol uchun buni наружный slойdan tashqari fundament qilib qo'ysanglar, buni ichida ba'zi funksiyalarni o'zgartirmasligimiz mumkin. Fundament qilmoqchi bo'lsanglar, strukturasida fundament deb qo'yinglar. Agarda oddiy devor qilmoqchi bo'lsanglar, наружный sloj qilib qo'yinglar bo'ldi. Shuni o'zi yetadi. Bu materialni ko'rsatyapti bu yerda, qanaqa material berganlik va kerakli ishlatishimiz kerak bo'lgan o'sha identifikatsiya degan narsamiz mana bu chiqqan. Strukturaga kirib turib, materialga kirib turib, identifikator degan narsamiz bor, shu narsa. Xuddi shu narsa. Opisaniyasi, markirovkasi, modeli, изготовитель, kommentariyasi, ссылкасы, opisaniyasi, hamma narsasi beriladi va tasdiqlanadi va tiziladi. Hozircha shu devor masalasi bo'yicha. Hozircha stop. Hammaga